Bu 3 ta narsa sizda bo'lishini aniq xohlagansiz. Kelinglar birinchi bo'lib o'sha yoshligimizda juda ham mashhur bo'lgan, o'sha tagi yonadigan krossovkalardan gaplashamiz. O'sha paytlarda menda shunaqangi krossovka bo'lishini juda ham xohlagandim. Va mana shu krossovkani maktabimizda atigi bitta yoki ikkita odamda ko'rganman. Lekin bu krossovkaning narxi qimmat bo'lganligi tufayli ko'pchilikni olishga qurbi yoki puli yetmasdi. Va aynan trendlarda umri qisqa deyishgandek, hozirda bu krossovkani siz hech qayerdan topa olmaysiz. Navbat ikkinchisiga. Menimcha bu narsani ham juda ham ko'pchilik o'zida bo'lishni xohlagan bo'lsa kerak. Jumladan men ham. Va bu o'sha mashhur boshlang'ich sinflar o'zida bo'lishni orzu qilgan, o'sha mashhur chemadalli sumka. Menimcha bu sumkani tutishni xohlamagan balani o'zi bo'lmasa kerak. To'g'risini aytsam, shu sumkani bozorda ko'rib olishni xohlaganimda uyimdagilar olib berishmagan. Chunki narxi juda ham qimmat bo'lgandi. Boshqa sumkalar bozorda taxminan 50 ming, 60 ming bo'lgan paytlarda bu sumkaning narxi 300 mingdan baland bo'lgan. Chunki bu menga ushalmagan orzu bo'lib qolib ketgan. Uchinchisi, bu menimcha ko'pchilik bu narsani orzu qilmagan, lekin bu men uchun ushalmagan orzu bo'lib qolgan narsa. Bu narsa o'sha paytlarda juda ham trendga aylangan qulfli aksessuarlar. Masalan, o'sha paytlarda sumkalar, penallar va hattoki kundaliklarni ham maxsus parolli qulfli versiyalari ishlab chiqarilgandi. Va o'sha paytlarda mana shu aksessuarlarni hammasini bitta qilib jamlagan odamlar menimcha shunchaki wow bo'lgan. Lekin shu narsalarda umri qisqa bo'lganligi tufayli men bu narsalarni to olgunimgacha bu narsalar trenddan tushib bo'lgandi. Agarda videom sizga juda ham yoqqan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring, like bosing va boshqalarga jo'natib qo'yishni ham unutmang.